Yar Muhammed Tahir Toğluqның Uyğurlarda Farzand Tərbiyəsi namlıq kitabının davamı. Mikrofon aldıda Nur Jamal. 3-cü qism qızlar öy işlərinə pişsin. Qızlarga berildigan fazilat tərbiyəsinin biri, onlarni kiçikdən başlapla öy işlərinə puxta, işqi pişqan, pakiz, aş tamaqның hüddəsini çıxalaydigan qılıb tərbiyələş lazım. Bumu Uyğurlarning farzand tərbiyəsində fazilat tərbiyəsinin mühim məzmunu bo'lib kelgan. Hazır mutlaq ko'p sondagi qizlar maktabda o'qiyotganligi uchun ota-onalar o'qishga ta'sir yetmasin deb ularni uy ishlariga aralashtirmaydi. Natijada ba'zi qizlar hatto turmushliq bo'lgan qadar tamoq etish, kir yuyish, uyni saramjonlashtirish qatorliq ishlarni yaxshi bilmaydi. Bunda bo'lish qizlar uchun bir ayib sanaldi. Uy ishlariga salmay o'gitib qo'ygan qizlar uychoqliq bo'lganda yangi oila turmushiga ko'nalmay, ko'p so'g'uqchiliklarning bo'lishiga, hatto mush sababli turmushning buzilib ketishiga sabab bo'layotdi. Bilish kerakki, uy ishlariga puxta, pishqan bo'lish, pakiz, tartiblik va radlik bo'lish kishilik turmushdagi qat'iy bilish zarur bo'lgan oddiy bir talab hisoblanadi. Ancha-muncha oila ishlariga aralashtirish bilan o'qishga ta'sir etib ketmaydi. Uyg'ur qizlari qadimdan tortib qo'nchoq o'yini, uy tutish o'yini, osh etish, mehmon kutish o'yini qatorliq bolalar o'yinlarini o'ynaydi. Bu an'ana bolalarning cho'nglarga taqlid qilish yo'li bilan o'zini o'zi tarbiyalashiga imkoniyat hozirlaydi. Hozirgi ba'zi bir real ahvoldan qaraganda Uyg'ur ayollari ichida ajoyib fazilatlik, uy ishlariga puxta, pakiz, osh tamoq usta ayollar bor. Bunda ayollarni Uyg'urlar o'ngluq deb ataydi. Ammo yana bir qism xotinlar borki, intayin mehnat, uyga kirsa badbo'y puraydi, o'tirgan yeri eg'il o'xshaydi. Umoch bilan suiqasd etishdan boshqani bilmaydi. Atgan holatdami oshga o'xshamaydi. Bunda o'xshamaslik nerdan kelib chiqqan? Dal oila tarbiyasining o'xshashmasligidan kelib chiqqan. Şuna analar bu cəhətdə özümüzə bəkroq tələb qoyuşumuz, həm farzandlarni ətraflıq tərbiyələşə köngül bölüşümüz lazım. Nəsihətdən namunə. Qızım, öy işidən özünü qaçırma, mənə yaxın durğun. Öy işlərini görüb gözün pişsin. Qızı bala degəngə öy işlərini qilishni, aş tamaq etishni bilməslik ayıb hesablandı. Kəlgüsdə bir öy beşiğə kelgəndə, sana başqa bir kişi kirib aş tamaq etib öy tutuşub verməydi. Bazardan tamaq yesə, tağmı to'yishmaydi. Ba'zilar uyda tuzuk tamoq qilolmaganlik uchun ko'p hollarda bozor tamoq yeydi. Uyning barakati bo'ldi. Bir kun ko'chada tamoq yegan pulga uyda 2-3 kun jahondarchilik qilg'il bo'ldi. Balam, uy deganda mehmon uchur bo'ldi. Ularni yaxshiroq kutmasak, kaynongdan so'z yo'chaq qildi. Ish qilgani tejashlik, planlik, tartiblik bo'lishi kerak. Buzib chechish bak ig'ir gunoh. Tejashlik, planlik bo'lsa, uyning barakati bo'ldi. Qizim, kimning uyida bo'l, oila kuyunishni bilish lozim. Ko'ngil qo'ysang, tamoq etish degan o'ynagandek bir oddiy mashg'uliyat bo'lib qoldi. Har bir tamoqning o'ziga tushliq alohidaligi va nozik tarafi bo'ldi. Shuni egallay olmasang, har qancha ko'p go'sht yog' ishlasangmi, eg'izga tetug'idek tamoq chiqarg'il bo'lmaydi. Zarur tepilganda har bir tamoqning inchga, nozik nuqtalari, qanchalik ko'rishga qanchalik suv, yog' ketadiganligi, qanchalik unga, qanchalik tuz lozimligi, xamirni qandoq yo'g'irish kerakligi to'g'risida tafsiliy tushuncha bersa bo'ldi. Qizim, pokizlik o'zining muhim xislati bo'lsin. Pokizlik salomatlikning, barakatlikning asosi. Nada mehnatchilik bo'lsa, shu yerdan omad qochadi, barakat ko'tariladi. Sening nam obro'yingni yuqori ko'taradiganmi, yerga o'radiganmi shu pokizlikqa ahamiyat berish bermasligingda. Bilasan, Uyg'ur qizlari saharda qopib birinchi qiladigan ishi uy tozaligi. Ular ho'yla aramni pokiz supurib, suv chechib bo'lgandan keyin ondan nashtaga o'ltirdi. Shuningdala ko'ngil ro'shan oldin nashta qilgan bo'ldi. Uningdan boshqa chiniqacha, chaynak, cho'gun, o'rin ko'rpa, kiyim-kechakka bek ahamiyat ber balam. Uy deganni chindak pokiz tuta olsang, seni hamma odam fazilatlik, pokiz deb maqtaydi. Agar mehnatchilik odatlanib qolsang, uyingga kirgan odammo shaklinib tomoqni yemaydi. Bu sang numus bo'ldi. Qizim, pokizlikqa boylik, kambag'allik o'lcham qilinmaydi. Har qancha namrat bo'lib uyingda bisoting bo'lmasimi, uying pokiz bo'lsa, ko'ngling ro'shan bo'ldi. Og'riq silahdan xoli bo'lsin. 4-qism yurish-turish va kiyinish tarbiyasi. Hozir jamiyatni afsuslantirayotgan, ota-onalarni xavfsirayotgan bir ahvol shuki, Uyg'ur qizlari yurish-turish va kiyinish jihatda bakmo g'ayrilashib ketishga boshladi. Go'zal yorishimliq milliy kiyim-kechaklarimizning o'rnini butunlay o'zimizga yot bo'lgan kiyim-kechaklar egalladi. Sibu-zinnat taqash va pardoz jihatda asliy o'lcham buzilib, chakinalishga qarab yuzlandi. Buning ro'shan ifodasi shuki, bizning hozirgi ba'zi xotin qizlarimizning
tashqi qiyofatidan Uyg'ur xotin-qizlarga xos alohidlikni topqil bo'lmaydi. Hatto Tangri yaratgan qunduzdek qop-qora sochlarini seriq bo'yab, o'zining tabiiy yoritilishiga o'kti qo'pmoqda. Biz hozirgi Uyg'ur qizlaridan Xanzu qiyofatli qizlarni, Pokiston, Hindiston qizlariga xos alohidliklarni, Yevropa qizlariga xos alohidlikni, Arab ayollariga xos alohidlikni, necha xil tarkiblar bir gavda bo'lgan ahvollarni uchirtimiz. Texi ajablanarli yeri shuki, o'zini madaniy chaqlayotgan bir qism Uyg'ur qizlari o'zining bo'y turqi, rangi ro'yi, mijoz xarakteri, yosh qurami va muhitga uyg'un kelmaslik bilan hisoblashmay, kino televizordan qanday kiyim modasini ko'rsa, uni xuddi maxsus Uyg'ur qizlari uchun loyilagandek his qilib, shu peti ko'chirib kiyib-veradigan bo'lib ketdi. Yana bir jihatdan yorishimliq, kang, silinib turadigan Uyg'ur kiyimlari go'zallik o'lchamining qaysi yeriga tushmadikin tang, mingish turishdimi qiynaladigan intayin tar, yangi yoki pushqi yo'q, yerim yalang'och kiyim-kechaklarni kiyishga boshladi. Hatto ba'zi qizlar texmi haddidan eshib putuq oltin halqa silishga boshladi. Milliy kiyim-kechaklarimizni yarashtirib kiygan qizlarimizni madaniyatsiz, zamondan keyinib qolgan sahroliq deb ayblayotimiz. Bunda tez suratda yodlashishining sababi nima? Birinchi, Uyg'ur qizlari go'zallik ta'lim tarbiyasidan xabarsiz qoldi. Shung ularning estetik tuyg'usida turg'unlik yo'q. Boshqalar nima kiysa moda qo'llashib, o'ziga yot, asli go'zallikka nuqsa yetkazgan kiyimlarni qabul qilavergan. Ikkinchi, o'zimizning milliy kiyim-kechaklarimizning go'zalligini, qimmatini, tan salomatlik bilan, sharmi hayo bilan bo'lgan munosabatini his qilishdan mahrum qolgan. Uchinchi, nuqul doğrash psixikasi ustunlikni olganlik uchun sirtdan kirgan g'ayri kiyim-kechaklarning qimmat jihatda o'zimizning milliy kiyimlarimizning o'rnini bosolmaydiganligini tushunmagan. To'rtinchi, onalar o'zi bosh bo'lib milliy kiyim-kechaklardan voz kechgan. Shunga qizlarni boshqarishga amalsiz qolgan. Agar ota-onalarning qurbi va saviyasi yor beradigan bo'lsa, farzandlarga kichikdan boshlab go'zallikni suyish, go'zallikni tushunish, go'zallikni farq etish iqtidorini oshirish jihatda tarbiya berish lozim. Nasihatdan namuna. Qizlar maktabda o'qiyotgan chog'da, qizim, go'zallik oddiy soddalikda, o'quvchi degan g'ayri g'alit kiyimlarni kiyib olsa bo'lmaydi. Odamning go'zalligi hashamatlik, g'ayri kiyilinishda emas, balki bilim qobiliyatda va fazilatda. Sen kiyinilishni qimmat, obro'y deb qaraydigan qizlardan o'rganmagin. Kiyim-kechakka havas qilish odamni yaxshi ko'yga solmaydi. O'quvchi degan hozir girim buyumlarini ishlatsa bo'lmaydi. Shuncha chiroyli husn jamoling, olmadek chiroyli yuzing, buloqdek ko'zing, oydek qishing turib, xampaga tushgandek yuzlaringni bo'yib olish go'zallik emas, balki go'zallikka nuqsa yetkazish bo'ldi. Hargiz boshqalarni do'rab, girim qilish madaniylik o'xshaydi deb qaramag'in. Har qanday ishning o'z vaqti bo'ldi. G'unchining o'zining go'zalligi o'ziga yarashadi. Uningga yana pardoz berish ne hojat? Oltin ustiga kokul loy berish aqlsizlarning go'zallik o'lchami. Qizlar sal bo'yiga yetib qolganda, qizim, o'zingning Uyg'ur qiz ekanligini hargiz unutib qolma. Yana biri, o'zingning aslini unutma, vijdoningni yo'qotma. Har qanday bir millatning o'ziga xos milliy xosligi bo'ldi. O'ziga xos milliy xosligi bo'lmagan xalq o'zining milliy alohidligini yo'qotgan xalqdir. Uyg'ur xalqining kiyinish, zib-zinnat taqash va pardoz qilish jihatda o'ziga xos go'zallik an'anasi bor. Bu xil an'ana bizning yashash sharoitimiz, estetik engimiz, fiziologik alohidligimizga mos holda shakllanib, jamiyat jihatdagi taraqqiyotimizga ergishib taraqqiy qilib, Uyg'ur xalqining o'ziga xos milliy xosligini tashkil qilgan muhim bir tashqi ifodaga aylangan. Qizim, Uyg'urlarning kiyim-kechak madaniyati hargizmi g'arb dunyosining kiyim-kechak madaniyatidan tuvan turmaydi. Buningdan necha ming yillar burunla Uyg'urlar nafis, nozik va sipta, rengarang kiyim-kechaklar, zibu-zinnat madaniyatiga ega bo'lib qolmay, balki bunda madaniyat boshqa ellarga o'xshashmagan darajada ta'sirini ko'rsatgan. Masalan, Uyg'ur ayollari buningdan necha ming yil muqaddamlar bag'irdiq madaniyatini kashf qilib, dunyo kiyim-kechak madaniyatini beyitishga to'p qo'shgan. Kiroran ana kiygan garmon ishton va naqshlik o'tuklar dunyo kiyim-kechak madaniyat tarixidagi bir mo'jiza. Odam oldi bilan o'zini tushunishi, o'z madaniyatining qadr-qimmatiga yetishni bilish kerak. Bizning chiroyli gul chekilib ishlangan chiman do'pillarimiz, kang pushqoqliq yorishimliq ko'nglaklarimiz madaniyatning qaysiriga putlashdi. Hozir ba'zi qizlar bir enlik kanglikdagi, bir enlik uzunlikdagi yubkalarni kiyib olib, ya xotirjam mangolmaydi ekan, ya xotirjam o'tirolmaydi ekan.
Şumu güzellikmi? Hazır cemiyetimizdeki an o derecege bargani yo'q. Onda yerim yalang'och kiyimlar bizning turmushimizga muvofiq kelmaydi. Qizlarning jalb qilish kuchi hargiz ochiqchilikda emas, balki o'zini yushirish va hayoda. Qizim, ba'zi qizlarga chechi nimaga putlashdikin tang? Chiroyli sumbul chochlarini kesib etib, to'ba bosh, changa bosh bo'lib olgan. Uyg'urlarda ayollar zinnati choch, erlar zinnati soqol degan gap bor. Uyg'ur xalqi qirqtal o'rilgan majnun talda go'zal chochlarni qizlar go'zalligining muhim o'lchami deb qarab kelgan. Shuning uchunmi Uyg'ur shoirlari go'zal sumbul chochlar uchun bag'rini kavob qilib, bulbul gulga shaydo bo'lgandek, chochning tarafi uchun go'zal misralarni tizishgan ekan. Qizim, sen hargiz o'zingdan numus qilma. O'zingning madaniyatidan faxrlan, o'zingni tuvan chog'lama. O'zingdan yatashmoqchi bo'lsang, o'zingni Uyg'ur qizi deb qarama. O'zingni Uyg'ur qizi deb tunisang, o'zingning go'zal milliy xosligingni tashlama. Madaniylashish degan yotlashish emas qizim, balki milliy madaniyatni zamonga yarasha taraqqiy qildirish, ong jihatda yuksalishdir. 5-qism. Qizlarni o'ziga ishonishga va qobiliyatini joriy qildirishga rag'batlantirish kerak. Bugungi dunyoda qizlarga qo'yilgan nurg'un ijtimoiy cheklovliklar buzib tashlandi. Qizlarmi o'zining insoniy qobiliyatini joriy qildirish fursatiga erishdi. Biroq ba'zi ota-onalar qizlarga "Sen degan qiz bola, shunchalik o'qisanglar kifoya, har qancha chiriksangmi cho'ng ishlarni tavritib etishing mumkin emas" deb qizlarga jamiyat sepiga qatnashdek o'tliq intilishiga sovuq suv sepadigan ahvollar bor. Biroq bu dunyo o'g'il va qizlar bilanla bir butunlik ega bo'la oladi. Xizmat nuqtasidan o'g'illar qila olgan har qanday ishni qizlarmi qila oladi. Ularning umr bo'yi uy ayoli bo'lib, jamiyatdagi o'rnidan ayrilib qolishiga bo'lmaydi. Ularga shon-sharaf, qadr-qimmat kerak. Ularningmi el uchun bir kishilik to'hfa qo'shish majburiyati va qobiliyati bor. Bu nuqtada har qanday bir ota-ona qizini rag'batlantirish, ilhom berish va sharoit yaratib berish haqqi borki, hargizmi ularning intilishlarini, ulug'vor orzularini bo'g'ishga haqli emas. Bu jihatda ularga umid bag'ishlaydigan, ularga jur'at va ishonch ato qiladigan nasihatlarni qilish kerak. Nasihatdan namuna. Qizim, sen hargiz men degan qiz bola, men qanchalik cho'ng ishlarni qila oldim, aplab biror ishning penchini tutibla jon baqsamni kifoya deb ilgirlash yo'lingni qasholab qo'ymagan. Sendami o'g'illarga o'xshashli kalla bor, qobiliyat bor. O'zingga qattiq talab qo'ysanglar, o'g'illar qila olgan ishlarni qila olib qolmay, balki ulardan eshib ketalaysan. Sen aql jihatda hargiz o'zingni tuvan chog'lama, umidsiz bo'lma. Dunyoga nazar sol, jamiyatga qara. Nurg'unlagan qizlar tirishib, o'ginib, aspirant doktor bo'lyotidi. Hukumatning muhim organlarida xizmat qilib, el uchun zo'r to'hfalarni qo'shyotidi. Sening jismoniy jihatdagi qisman ojizliging hargizmi o'g'illardan tuvan turadiganligini isbotlamaydi. Iqtidor degan jismoniy kuch yoki jinsiy farq bilan o'lchanadigan zaman kelmasga ketdi. Sening hozir tarbiyalanish fursating bor. Vujudingda tangdoshsiz, yoshirin iqtidor mujassam. Bunday iqtidorni faqat uy tutishga sarf qilib o'tish to'limi aqlsizlik va hayot behudachiligi. Sen jur'atlik, umidlik va tirishchan bo'lib, buyuk to'hfalar bilan qizlar uchun shon-sharaf quchishga haqliq. Sen ulug'vor maqsad, qat'iy iroda bilan dunyoga, o'g'illarga raqobat e'lon qilaligidek jasoratga ega bo'lishing lozim. 6-qism. Qizlarning nikoh va turmush ishlariga to'g'ri maslahat berish kerak. Nikoh va turmush ishi ota-onalarning beshini eng qotiradigan va xotirjamsizlantiradigan muhim ish. Chunki nikoh degan umr savdosi degan gap bor. Farzandlarning nikohda va turmushda baxtli bo'lishi ikki oilaning xotirjamligi, yana bir oilaning baxtli bo'lishi bilan munosabatli muhim ish. Turmush xavfli oilalarga intayin cho'ng ko'ngilsizliklarni elib keldi. Shunga ota-onalar farzandlarining bu cho'ng ishiga nisbatan intayin so'qqanlik bilan muomala qilishi, farzandlarga to'g'ri yo'l va yaxshi nasihatlarni qilish kerak. Bo'libmi ota-onalarning o'zaro muomala munosabatlari, oila ichida iqtisodchan bo'lish, qiynatda qiynanishga tutgan muomala munosabatlari farzandlarga intayin cho'nqur ta'sir qildi. Bizning kuzatishimizga qaraganda, farzandlarning nikohida ota-onalar mundaq bir qancha tarafdan yetaklashishi lozim. Birinchi, farzandlarning muhabbatiga hurmat qilish lozim. Chunki bir oila muhabbatsiz put taraf tura olmaydi. Oilaning ma'naviy turiki muhabbat. Muhabbatlar farzandlarni har qanday qiyin sharoitlarga bardoshlik beralligidek buyuk kuchga ega qildi. Muhabbatsiz oilada har qancha baxtli, boyoshatliq ichida yashasimi, yanada qalbning chunqur yerida bir kamlik his qildi. Kichkina zarbimi ularga ko'tirgisiz azob elib keldi.
Şuna nikah herkesmi zorluq üstüge qurulmaslıq kerak. Agar nikohida o'zining xohishini birinchi o'rin qo'ysangiz, kichkina zarbimi ularga ko'tirgisiz azob elib keldi. Shunga nikoh hargizmi zo'rliq ustiga qurilmasligi kerak. Agar nikohida o'zingizning xohishini birinchi o'rin qo'ysangiz, farzandlarning baxtsizligiga butunlay sababchi bo'lib qolasiz. Ikkinchi, o'zingizning xohishi yoki farzandlarning orzusi bo'yicha qarshi tarafning boy va kambag'al bo'lishini o'lcham qilish to'liq xato. Agar farzandlar qarshi tarafni boy, puldor deb qiziqib qolgan bo'lsa, bu muhabbat emas, balki ta'ma. Bunda quruq ta'madan farzandlar o'ziga nisbatan past ko'rishni, kamsitishni va xo'rliqni setib oldi. Boylar hech qachon qizining badaliga boyligining yarmini sizga bo'lib bermaydi. Aksicha sizni o'zi bilan bir qatorda tura olmaydi, dasturxonni bizdek sololmaydi deb qarab, oldingizda g'adaydi. Undaq oilada qizingiz kelin emas, balki oddiy bir xizmatchiga aylanib qoldi. Agar farzandlar shundoq bir ta'ma bilan to'y qilmoqchi bo'ldi ekan, bunda nikohni to'sishga haqliqsizlar. Üçüncü, qiz farzandlarni hargiz o'zidan yoshli farqi zo'r kishilarga zo'rlab yotliq qilishdan saqlaning. Chunki cho'ng yoshdagi kishilar bilan yosh qizlar hissiyat jihatda hargiz o'rtoqlasha olmaydi. Yana biri, yillar o'tgan sari oradagi farq texmi zo'r bo'ldi. Uchinchi tarafdan, baldurlar olamdan o'tib, oilaning butun og'ir yuki qizning zimmasiga yuklandi. Bu dard alamga sizlarmi sherik bo'lmay ilojinglar yo'q. Bu xususda mundaq bir hikoyani misol tariqasida saminglar silib qo'yay. Sheyx Saidi mundaq bir hikoyani qildi. Bir qari odam munolarni hikoya qilib bergan edi, deydi. Bir qizga uylangan edim, uyni gul bilan bezidim. Uyda uning bilan yolg'iz o'ltirardik. Dilim uningga bog'langan edi. Uningdan ko'z uzmaydim. Qiz mendan o'zini qochirmasin, menga ko'nib qolsin deb uzun kechalarda latifa cho'chaklarni aytib chiqatdim. Bir kechasi qizga mundaq dedim: "Sana baxt yor bo'ldi, omad keldi. Chunki sen tajribalik, o'qigan, jahon ko'rgan, tinch, issiq sovuqni boshdan kechirgan, yaxshi yomonni sinagan, muhabbatning qadrini bildigan, do'stlikning shartini ado qilgan, ko'ngli yumshoq, mehribon, mijozi obdan, shirin so'zlik bir qarining qo'liga tushding. Sen takabbur, ko'ngli qara, o'yinchi, shaxtin shax qo'nadigan, doim havasga beriladigan, fikrda turmaydigan, har kechasi bir joyda qo'nib qoladigan, her kuni bir yer tutadigan yomon yigitning qo'liga tushib qolmading. Ammo qarilar yigitlarga o'xshash bangvash emas. Ular aql, adab bilan hayot kechirdi. Shu yo'sinda qizga bir mo'l so'zlarni qildim, dedi qari so'zini davomlashtirib. Uning ko'ngli menga bog'landi. Endi uni o'zimga qartib oldim deb o'ylagan edim, lekin qiz dardli ko'ngildan so'g'uq bir tortdi-da. Sen aytgan bu so'zlarni aqlimning tarozisidan tortib ko'rganimda bir so'zchilik vazni yo'q. Bir çağda men imkonimdan yosh cho'qonga qari odam yenida o'tirgandan beqiniga o'qiya o'qi sanjilib turgan yaxshi degan gapni anglagan edim, dedi. Shundoq qilib biz kelisholmadik, oxir ajrashib ketdik. Qiz iddat vaqti to'shish bilanla bir yigitga tegib oldi. Bu qatimqi eri ochiq yomon, to'ng, mijoz o'sal, qo'lida hech nimasi yo'q bir sayoq bo'lib, qiz uningdan jabri jabo ko'ratdi va ranji mushaqqat tortadi. Shundan bo'lsa-mu Xudoning bu ne'matiga shukr qiladi. Alhamdulillah, ashunda qattiq azobdan qutuldim. Endi muqim ne'matga ulashdim, deydi. Demak, mundaq ishlar turmushimizda oz emas. Ba'zi qizlar tishin tishlab o'tib ketishga majbur bo'ldi. Yana ba'zilar oilasiga va sizlarga haqorat keltiradigan yo'lni tanlashga majbur bo'lib qoldi. Shunga ota-onalar farzandlarining umrlik baxti uchun farzandlarining ko'ngil xohishiga hurmat qilishi, ularga zo'rliq vositani ishlatmaslik kerak. Mubodo qizlar o'zining tajribasizligi va birdamlik ko'ngil xohishiga berilib ketgudek bo'lsa, savrchanlik bilan ularga turmush yo'lini birdamlik qizg'inlik va havasga tayinib tanlag'il bo'lmaydiganligini eskartib nasihat qilib tushuntirish kerak. Uyg'urlarda farzand tarbiyasi nomli kitobning 3, 4, 5, 6 qism mazmunlar o'qib tugatildi. Davomli huzurlarda bo'ldi.